بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد و sanolar payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga durud و salovatlarimiz bo'lsin. Ado etgan ibodatlarimizni Robbimiz Haq taolo maqbul ibodatlar qatorida o'zi qabul aylasin. Azizlar, bugungi suhbatimiz namozda Fotiha surasidan keyin ominni aytish kayfiyati to'g'risida bo'ladi. Inshaalloh bu mavzuga kirishdan oldin ba'zi bir namozga tegishli va shu mavzuga aloqador ba'zi narsalarni eslab o'tamiz inshaalloh. Avvalo mana hammamiz bilamizki, ilm o'rganish farz. To'g'rimi? Ilm o'rganish farz. Bunga dalil payg'ambar alayhissalomning hadislari talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin va muslimatin. Ya'ni ilm talab qilish har bir musulmon erkak va muslima ayol uchun farzdir degan hadis. Va shuningdek maktablarda ham hammamiz ko'rganmiz, bu hadisni va shu hadisga aloqador hikmatli so'zlar yozib qo'yiladi. Beshikdan to qabrgacha ilm izla, shunga o'xshagan so'zlar. Bular hammasi haqiqatda shariatimizga muvofiq keladigan gaplar. Faqat shu narsani tushunishimiz kerakki, ilm o'rganish farz, lekin farzning o'zi ikki turli bo'ladi. Qaysi turli bo'ladi? Farz-i ayn va farz-i kifoya. Rahmat. Ya'ni farz-i ayn degani bu har bir inson o'zi o'rganishi shart bo'lgan farz. Uni boshqa odam bajarsa, buni bo'ynidan soqit bo'lmaydi. Men o'zim alohida bajarishim kerak. Bu yerda o'tirgan birodarimiz masalan u bajarishi kerak alohida. Mana shunday buyruqlarni farz-i ayn deyiladi. Ikkinchisi bor farz-i kifoya. Farz-i kifoya bu qaysidir musulmon inson bajarsa bir farzni, boshqa odamni bo'ynidan soqit bo'ladigan farzga nisbatan aytiladi. Farz-i kifoya. Bunga misol janoza namozi. Bir musulmon inson vafot etsa, uni yuvib, kafanlab, dafn etish ortda qolgan musulmonlarga farz. Lekin farzligi farzi kifoya. Agar ba'zi musulmonlar shuni bajarsa, boshqalarning ham bo'ynidan soqit bo'ladi. Lekin hech kim bajarmasa, musulmon inson vafot etdi, qaralmadi, yuvilmadi, kafanlanmadi, qolib ketdi. Unda barcha ana shu jamiyatdagi, ana shu musulmonning atrofida yashab turgan jamiyatdagi musulmonlarning barchasi barobar gunohkor bo'lishadi. Gunohkor bo'lganda ham farzni tark qilganlik gunohi bo'ladi. Alloh asrasin. Endi ilmni farz dedik. Ilm farz aynmi, farzi kifoyami degan savol. Ilm azizlar, mana shu farzning ikki turiga ham mansub ilmlar bo'ladi. Ya'ni ba'zi ilmlarni o'rganish farzi ayn, ba'zi ilmlarni o'rganish farzi kifoya bo'ladi. Masalan, bir inson balog'atga yetdi. Balog'atga yetganidan keyin unga shariat bir necha majburiyatlarni yuklaydi. Xususan, namoz o'qish majburiyatini farz qiladi. Namoz farz bo'lgandan keyin o'z-o'zidan namozga tegishli ilmlarni o'rganish o'sha odam uchun farzga aylanadi. Hali balog'atga yetmasdan oldin namoz farz emas edi, namoz ilmini o'rganish ham farz emas edi. Demak, namoz farz bo'ldimi, unga tegishli ilmlar. Qaysi ilmlar? Masalan, tahorat. Tahorat qanday qilinadi? Farzlari nima? Vojiblari nima? Tahoratni buzuvchi amallar qaysilar? Bularni o'rganish kerak. Bu farzi ayn. Har bir musulmon o'rganishi shart. Kimdir o'rgansa, boshqa odam bo'ynidan soqit bo'lmaydi. Va shuningdek, bu ibodatimiz to'g'ri bo'lishi uchun ham shart. Busiz iloji yo'q. Tahoratni qanday qilishni bilmasak, namozimizga nuqson yetib qolishi mumkin. Tahoratimiz agar tahorat bo'lmay qolsa, namoz bo'lmay qoladi. Yoki namozni ichidagi bir farzni olaylik, qiroat.
qiroat farz. Demak, qiroat farz bo'lgandan keyin qiroat ilmini namoz to'g'ri bo'ladigan miqdorda o'rganish ham har bir musulmonning o'ziga farzi aynga aylanadi. Mana nozik joyi qayerda. Ko'pchiligimiz hali namozimiz to'g'ri bo'ladigan darajada, ya'ni qanaqa? Bitta Fotiha, bitta Zam surani tajvidi bilan bilmaydiganlar ko'p ichimizda. Fotihani va Zam sura, Inna atoyna, Kavsar surasi yoki Ixlos surasi, Qul huvallohu ahad. Qani o'qingchi desa, kimgadir 8 ta xato bilan o'qiydi. Ixlos surasini. Bu achinarli holat, farz aynni tark qilish bo'ladi. Harakat qilish kerak. Arab alifbosidagi o'sha harflarni to'g'ri talaffuz qilishni, shuningdek tajvidiy qoidalarni, zaruriylarni o'rganib, Qur'onni to'g'rilab olish kerak, namoz to'g'ri bo'ladigan darajada. Bu ham farz ayn, ya'ni har bir inson o'zi bajarishi kerak. Kimdir bajarsa, boshqani bo'yindan soqit bo'lmaydi. Endi boshqa ilmlar bor. Masalan, hozir aynan avvalgi suhbatlarimizda ham aytib kelyapmiz, shariat ilmlarini dalillari bilan bilish. Masalan, namoz farz. Namozni farzligiga dalil nima? Qur'oni Karimdagi oyat. Aqimus sola va atuz zaka. Yoki hadis sharifdagi buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh va iqomis sola al hadis. Mana shu hadis dalil. Buni dalillari bilan, ya'ni shariat ilmlarini hamma nozik joylarigacha bilish farzi kifoya. Yoki Qur'oni Karimning hammasini yodlash. Butun 30 parani ko'tarib yuradigan tirik Qur'onlar bor. Bular farzi kifoyani ko'tarib yurgan insonlar. Agar ummatning ichida shu ilmlarni ko'tarib yurgan odamlar bo'lmasa, hamma gunohkor bo'ladi. Chunki har bir inson hayotining ma'lum qismida bir shar'iy ilmini bilishga muhtoj bo'lib qoladi, savol paydo bo'lib qoladi. Masalan, bir inson savdo bilan shug'ullanmaydi. O'zi shifokor deylik. U odamga shifo, ya'ni tib ilmini, tibbiyot ilmini, halol haromini, farz vojibini bilish farz. Farz ayn. Lekin savdo sotiq ilmini bilish unga farz emas hali. Balki u ahli ilmlar savdo sotiq ilmini bilsa, farzi kifoyani ko'tarib turadi. Boyaga shifokor odam mashinasi bor, sotmoqchi. Kimdir variantga ber olaman deyapti. Endi uni hukmini biladigan odamdan so'rab oladi. Mana shu joyda farzi kifoya kerak bo'ladi. Agar uni biladigan odam bo'lmasa, nima qiladi haligi odam? O'z bilgancha savdoni qiladi. U shariatga to'g'ri kelmasligi mumkin, o'rtada sudxo'r riboga tushib qolishi mumkin va hokazo. Shuning uchun shariat ilmini, halol haromini hammasini biladigan mutaxassislar bo'lishi ham farzi kifoya hisoblanadi. Bunga jamiyat sharoit yaratish kerak. Iqtidori borlarga, masalan, boylar imkoniyatini qilib berib o'qitishga yordam berish kerak. Hokimiyatlar, boshqaruv sistemasida turgan insonlar bunga o'quv dargohlari tashkil qilib berish kerak va hokazo. Boshqa ilmlar ham shunaqa, farzi kifoya, farzi ayn bo'lib ketaveradi. Ya'ni ichiga tushib o'rganayotgan odam uchun farzi ayn. Kimdir quruvchilikda o'rganyapti, arxitekturada o'qiyapti masalan. Kirdi o'qishga. Bizda bir noto'g'ri tushuncha bor. Bir odam ham bir internetda shuni yozibdi. O'zbekistonda deydi, universitetga kirguncha o'qiladi deydi. Chet elda, Yevropada institutga kirib mutaxassis bo'lib o'qiydi deydi. Lekin bizda kirguncha o'qiladi, kirgandan keyin o'qimaydi deydi. Mana shu o'zini sohasida 4 yil o'qib mutaxassis bo'lish kerak bo'lgan odamlar agar ilmni tashlab qo'yayotgan bo'lsa, o'ziga yuklatilgan farzi aynni tark qilayotgan bo'ladi. Chunki ertaga u bitirib chiqqandan keyin mutaxassis bo'ladimi? Boshqa quruvchilik ilmidan xabardor bo'lmagan odamlar borib unga murojaat qiladi. Mana bu joyda qurilish qilyapman, bir proyektini qilib ber yoki qanday qilsam bo'ladi deydi. Ilmi bo'lsa javob beradi. Ilmi yo'q bo'lsa, noto'g'ri maslahat bersa, qancha odamlarni moddiy va ma'naviy jihatdan zarariga kirib qolishiga xizmat qilishi mumkin. Demak, ilmda farzi ayn va farzi kifoyani yaxshi bilib olishimiz kerak. Lekin shariat ilmida aynan namozga tegishli
tahoratga tegishli, g'usulga tegishli va hokazo yana ba'zi bir hukmlar hammaga ommatan farzi ayn. Faqatgina mutaxassislar bilishi kerak degan narsa emas. Uni keyin masalan namoz qoyim bo'ladigan miqdordan oshiqchasini, butun Qur'onni ko'tarish, boya aytganimizdek shar'iy dalillarni tushunish, hadislarni sahih, zaif, hasan hadislarni, ilmlarni o'rganish bu farzi kifoya olimlarning ishi. Kimnidir iqtidori bo'lsa o'rgansin. Savob bo'lganda ham juda ham eng ilmning cho'qqisi, ya'ni ilmlarni darajalari ichida eng yuqori ilm shar'iy ilm. Iqtidori yetgan odam bunga harakat qilishi kerak. Endi bu tepadan olib farz ayn, farz kifoyani keltirganimiz sababi hozirgi mavzuyimizga ham aloqador joyi bor. Ya'ni biz yuqorida aytdikki, mavzuyimiz Fotiha surasidan keyin namozda ominni aytish kayfiyati. Qanday aytiladi? Ya'ni jahriy aytiladimi yoki maxfiy aytiladimi? Biz ko'pincha ko'ramiz, maxfiy aytamiz, ya'ni amin deb o'zimiz eshitadigan darajada aytamiz. O'z avvalo aminni aytish ulamolar aytadilar, sunnat amal. Farz vojibga kirmaydi, sunnat amal. Aminni aytish. Ba'zida ko'rib qolamiz, ba'zi odamlar bir jahriy ham aytib qoladi. Jamoatlarda 3-4 ta odam ajralib turadi, o'zi namoz o'qish kayfiyati ham biroz boshqacharoq ko'rinib turadi-da, Fotihani imom o'qigandan keyin amin deb jahriy aytadi. Keyin odamdan so'rasangizki, bir suhbatga tortib, biz o'zimiz gaplashganmiz ba'zilari bilan, so'raymiz. Nimaga aminni jahriy aytyapsiz degan savolni bersak, aytadiki, Imom Buxoriyda hadis bor. Ya'ni sahobiylar aminni aytganda masjid gumburlab ketgan ekan deydi. Shuning uchun biz jahriy aytyapmiz, ustozimiz bizga shuni o'rgatdi deydi. Yoki biz shuni bildik, topdik deydi. Maxfiy aytish to'g'risida bir surishtirib ko'rmadingizmi? Shuncha odam noto'g'ri qilmayaptimi ekan desak, bular xato qilyapti deydi. Birinchi gap. Chunki Imom Buxoriyda hadis turibdi, u hadisni Abu Hanifa bilmagan deydi. Hali kitoblarni o'qib o'rganmasdan turib, shunday xulosani ustozi miyasiga qo'yib qo'yapti. Maqsad nima? Maqsad aniq, musulmonlar ichida ixtilof chiqarish. Johil odamlarni boshqarish juda oson bo'ladi. Johil odamlarni parchalash ham juda oson bo'ladi. Bir-biriga qarshi qayrab qo'yish ham juda oson bo'ladi. Shuning uchun ilm najot. Ilm insonni doimo qutqaradi. Agar o'sha inson to'xtachi, bu Hanafiylar maxfiy aytiladi deyapti. Bunga nima dalillari bor ekan? Ular ham o'zicha havoyi nafsdan kelib chiqib aytmagandir. Bir kitoblarni o'qib ko'raychi yoki shu Hanafiy mazhabi bo'yicha mutaxassis bo'lgan ahli ilmlardan so'rab ko'raychi deganda dalillarni tushuntirardi, balki qalbi ochilib tushunishi mumkin dalil. U hali dalilni tushunmaydi. U bir uzun masalan shar'iy ilm bir devor bo'ladigan bo'lsa, devori o'rtasidan bitta g'isht ko'chirib olganda mana shu devor deb ko'tarib yuribdi. Ko'r odam xuddi bir hayvonni masalan ayiqni oldiga olib kelib turib, ko'r odamga ushlatsangiz, qornini ushlab ko'rsa, yumshoq, momiqqina chiqib turib, ayiq qanaqa ekan desangiz, yumshoq bir beg'ubor hayvon ekan deydi. Yana bir ko'r odamni olib kirib turib, tirnoqlarini ushlatib ko'rsangiz, juda vahshiy hayvon ekan ayiq deydi. Bu shar'iy ilmda ko'r bo'lish shunaqa narsa. Bir joyini ushlab oladi-da, ayiqning tirnog'ini yoki ayiqni yumshoq joyini ushlaganda, mana shu ekan haqiqat deb yuraveradi. Omin masalasida ham shunday gapni ko'tarib yurishibdi. Aslida qanaqa? Aslida ana shu Imom Buxoriyda haqiqatda boyaga hadis bor. U hadis ham qanaqa? Rasululloh alayhissalomning tillaridan aytilgan hadis emas. Balki bir sahobiyning hikoya tarzida qilgan rivoyatlar. Ya'ni aytadilarki, falon masjidga kirdim. Rasululloh alayhissalomning sahobalari namoz o'qiyotgan ekanlar. Fotihadan keyin ominni aytganlarida masjid larzaga kelib ketay dedi deganlar. Bu hadisga ham Hanafiy mazhabi ulamolari atroflicha javob berishgan. Avvalo birinchi Hanafiy mazhabining dalillarini o'rganamiz. Aytadilarki, avvalo deydilar, ominni Hanafiy mazhabi aytishni jahriy aytiladi, ya'ni maxfiy aytiladi. Maxfiyligi bu o'zi eshitadigan darajada.
xoh yolg'iz o'quvchi bo'lsin, xoh jamoat bo'lib o'qiyotgan bo'lsin, ortida turganlar aminni o'zi eshitadigan darajada maxfiy aytadi. Bunga birinchi dalil, amin bu duodir. Ya'ni ma'nosi lug'atda aytiladiki, istajib duaana yoki istajib duai ma'nosida, ya'ni duoyimizni qabul qilgin, mustajob qilgin ma'nosida. Duoda esa asllik maxfiy bo'lishidir. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ud'u robbakum tadarruan va xufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Robbingizga zorlanib, xokisor bo'lib va maxfiy tarzda duo qiling deydi. Chunki u zot duoda va boshqa ishlarda haddan oshuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. A'rof surasi 55-oyat. Mana shu oyat dalil. Demak, duoni biz maxfiy qilishimiz kerak imkon qadar. Namozda eng avlo holat, ya'ni namoz buyuk ibodat, undagi duo ham maxfiy bo'lishi bu duoning maxfiylik degan qoidasiga juda mos tushadi deydilar. Va shuningdek, bu Qur'ondan dalil. Ikkinchisi hadis sharifdan dalil. Hadis sharifda bu hadisni Imom Abu Shayx rivoyat qilganlar Anas radhiyallohu anhu dan. Xo'p, hadisda aytilganki, da'vatu sirri ta'dilu 70 da'watan fil alaniya. Maxfiy qilingan duo oshkora qilingan duoning 70 tasiga teng keladi. Ta'dil. 70 marta oshkora jahriy duo qilgandan ko'ra bir marta maxfiy duo qilsang qabul qilish tezroq degani, qabul bo'lishi. Demak, maxfiy duo jahriy duodan ko'ra ustunmi? Bu hadisga ko'ra. Biz aminni maxfiy aytamiz dedilar. Bu hadis sharifdan dalil. Shuningdek, yana bir hadisda dalil borki, bu hadis Ibn Hibbonning sahihlarida kelgan. Ibn Hibbon ham Imom Buxoriylar darajasidagi muhaddislardan biri. Sahih to'plamlari bor. Ana shu kitobda keltirilgan hadis Xoyrud duai al-xafiyyu. Duoning yaxshisi maxfiysidir deyilgan hadis. Demak, aminni maxfiy tarzda, ya'ni ichimizda aytadigan bo'lsak, mazkur oyat va hadis shariflariga amal qilgan bo'lamiz. Mana dalil. Hanafiylarning dalili Qur'ondan ham bor, hadisdan ham bor. Ikkinchi dalil. Abu Voil radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumolarni ko'rdim. Ular namozda a'uzuni ham, bismillohni ham, aminni ham maxfiy aytar edilar. Hazrati Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sahobalar ham ilm darajalariga qarab turli tasniflarga bo'linadi. Masalan, ba'zi sahobalar bor, ilm darajasi yuqori bo'lmagan. Bir nechta hadis rivoyat qilgan, payg'ambar alayhissalom bilan kam birga bo'lgan, lekin sahobiy martabasi 1000 olimdan ham ustun. Lekin ilm darajasi past bo'lgan. Ular bir savol chiqsa, olim sahobiydan so'rashgan. Rasulullohga borguncha olim sahobiylar, ular olim sahobalarning ichida masalan Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umar va Hazrati Umar, Abu Bakr, Hazrati Ali, Hazrati Usmon radhiyallohu anhumlar. Va shuningdek Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ham bor edilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ham qori bo'lganlar, ham faqih bo'lganlar sahobiylarning ichida. Hanafiy mazhabining juda ko'p dalillari Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyatlaridan olingan. Xususan mana shu borada ham Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va sahobalardan buyuklardan biri bo'lgan Ali karramallohu vajhahular aminni, ta'awuzni va bismillahni maxfiy aytgan ekanlar ichlarida. Va yana dalil qilib aytadilarki, a'uzu billahi minash shaytonir rojimni aytishga Alloh taoloning o'zi buyurgan. Lekin mana shu auzuniki sahobiylar ishlarida aytyaptilarmi? Aminni ichida aytish undan ham ko'ra avloroq bo'ladi deyilgan. Va shuningdek, bu sahobiylarning ilm darajalari yuqori va bular payg'ambar alayhissalomdan ko'rmasalar bir amal, shar'iy amalni bajarmagan sahobiylar deb qaraladi. Ya'ni sahobiylar ham bir amalni bajarsa, ilm darajasiga qarab farqlanadi-da.
Ali va Ibn Mas'udlar qilsa, ha bular Rasulullohdan ko'rmaguncha qilmaydi bu odamlar degan xulosa aytiladi. Bu xulosa hamma olimlarda birdek qaraladigan xulosa. Shuning uchun ham bu dalil jihatdan quvvatli, kuchli dalil hisoblanadi. Va yana bitta dalil ekan, bu ham ko'p raddiya ma'nosida kuchli dalillardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning namoz ibodatlari eng ko'p bajarilgan ibodat. Kuniga 5 mahal sahobiylar bilan, ya'ni atrofda hamma guvoh bo'lgan ibodat, hamma shar'iy ibodatlarning ichida eng ko'pi bu namoz. Agar dedilar, omin jahriy aytilganda ochiq oydin payg'ambar alayhissalomdan rivoyat yoki buyruq bo'lardi jahriy aytishga. Buyruq yo'q. Demak, bu maxfiy qolyapti. Buni yechimni biz yechishimiz uchun yuqoridagi oyat hadislarga, ya'ni umumiy qoidalarga murojaat qilamiz va umumiy qoidalar bo'yicha amal qilib ketamiz. Umumiy qoidalar duoning maxfiy bo'lishini talab qilyapti va shuningdek Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhularni ominni maxfiy aytganlari to'g'risida rivoyat turibdi. Hanafiy mazhabi aynan mana shu dalillarni oladilar. Yuqoridagi masjid larzaga keldi degan hadisni u hikoya tarzida aytilgan va aniq sahobiyning ismi yo'q va shuningdek Ali va Ibn Mas'udlarning maxfiy aytgan rivoyati bundan ustun ko'riladi degan. Mana Hanafiylarning dalili. Haligi odamlarga bu dalillarni ustozi o'rgatmaganda aytmaydi, yashiradi. Chunki niyati buzuq uni, xolis emas. Agar ilmi yetuk bo'lganda, mana yillar, ming yillardan beri nima uchun mazhablarning o'rtasida ixtilof chiqmaydi? Bu maxfiy aytish hukmini Hanafiylar va Molikiylar olgan. Hanbaliylar va Shofiylar jahriy aytadi. Bir kun Chorsuvda Hoji Ahmad Valiy masjidida namoz o'qidik. Shomida yo Xuftonida adashmasam, mehmonlar kelgan ekan. Shu arab qaysidir arab diyoridan shom o'qildi. Bir 6-7 odam orqada turib Fotihadan keyin amin deb jahriy aytishdi. Hech kim ularga bir yov qarash ham qilgani yo'q, noto'g'ri tushungani ham yo'q. Chunki ular Shofiy mazhabiga amal qiladigan odamlar o'sha yurtdan kelyapti. Lekin bizni diyorlarda avval ham aytdikki, Hanafiy mazhabi tarqalgan. Olimlar hamma Hanafiy, kitoblar hammasi Hanafiy. Ixtilof chiqarmaslik esa farz. Ixtilof chiqarish harom. Shuning uchun Hanafiyga ergashiladi bu joyda. Bunga Abdul Hayy Laknaviyning Majmuatul Fatawa kitoblarida dalil bor. Ya'ni Hanafiy mazhabi tarqalgan diyorda Hanafiy mazhabiga amal qilish kerak degan. Xususan Mo'g'rinahr, Hindiston, Pokiston yurtlarini misol qilib keltirganlar. Agar xolislik bilan ana shu mazhablarni, dalillarini mana bu dalillar bilan o'rganib chiqqanda, o'sha odamlar, o'sha birodarlarimiz xulosalari shunday bo'lardiki, Shofiylarning ham o'ziga yarasha dalili bor ekan, Hanafiylarning ham dalili bor ekan. Men Hanafiylar yurtida yashayapman. Bu aminni maxfiy aytsam ham, jahriy aytsam ham sunnat ekan. Maxfiy aytsam ham namozimga putur yetmaydi. Farz emas, vojib emas bu. Yoki maxfiy aytib qo'ysam harom bo'lib namozim buziladigan amal emas. Shuning uchun ixtilof chiqarmay, hamma qatori Hanafiyga amal qilay, dalili bor buni, hujjati bor deb ish qilganlarida ana shunda to'g'ri ish bo'lardi. Shu birodarlarimizga ham Alloh taolo mana shu ilmlarni foydali tarzda yetib borishini, bu ilmlarni ustozlardan, kitoblardan o'qib o'rganishlarini va ixtilof chiqarmasdan amal qilishlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib etsin. Bizlarga ham ibodatlarimizni doimo to'g'ri qilib, fitnalardan, turli xil ixtiloflardan uzoqda bo'lishimizni Robbimiz Haq taolo o'zi muyassaru musharraf aylasin, muvaffaq aylasin. Duo qilamiz. Allohumma a'inna ala zikrik va shukrik va husni ibadatik. Allohumma aghnina bil ilm va zayyinna bil hilm va akrimna bit taqwa va jamilna bil afiya. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arham. Assalomu alaykum va rahmatulloh.